Assalomualaikum do'stlar, bugun sizlar bilan bugun sizlar bilan biz mod obzor qilamiz. Minecraftga kerakli sizlarga har xil modlar. Hozir men unda videoni boshlaymiz. Hozir boshlaymiz do'stlar. Do'stlar bilan ko'ramiz sizlarga qirol modi. Mana qirol modi. Bu sizlarda har xil qirollar bo'ladi. Mana har xil qirollar bo'ladi. Mana pushka, bunaqa. Mana otilmayapti. Bunaqa qirollar bo'ladi. Qirollar ham bu. Shunaqa qirol modi bu mana bitta dollar tashlaydi. Bunaqasi ham bor. Mana snayperli ham bor. Mana bunaqa snayperli. Mana bunaqa qarab o'tsalaring bo'ladi. Mana qarab o'tsalaring bo'ladi. Bu birinchi qirol modimiz edi. Unda bunaqa bo'lsa keyingi modimizga katta do'stlar. Ikkinchi modimiz do'stlar bu unaqa kompyuter gamer modi. Mana sizlarda har xil shunaqalar bo'ladi. Kofe chiqindi, mana monitor, o'yinlar, shunaqalar bo'ladi. Qanchalik boshlab ketdim. Mana har xil videolar ishlatsalaring bo'laman kofeda. Mana Ruby ayni zamonaviy bunaqa kompyuter. Yana boshqachalari ham bor buni. Mana bu kamera, Wi-Fi, printer hammasidan bor. Mana bunaqa naushnik, bunaqa monitorlar ikkita. Mana yana nimaligini bilmadim. Ham shu ham kompyuterda oldiga qo'yib qo'ysa kerak. Bu shunaqa kamera, Wi-Fi, printer bular shunaqa narsalar. Bu video olayotganlaringiz juda kerak bo'ladi. Mana pattern birdan qo'yasizlar. Keyin mashinga naqa qo'yib qo'ysalaring, mana uni yoqsalaring. Mana ovoz chiqarib beradi. Mana bunaqa rasm chiqarib beradi. Men o'zi bitta narsani sinab ko'rmoqchiman. Bunaqa bo'lsalaring, bunaqa rasm beradi. Mana do'stlar. Shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa mod. Unda keyingi modimizga ketdik do'stlar. Mana keyingi modimiz do'stlar pul modi do'stlar. Bunaqa pul modi. Mana $50, $20, $5. Bu qanaqaligini bilmayman. Просто bu esa $100 do'stlar. Bu ko'pchilik youtuberlar ishlatadigan pul modi. Mana o'zlaringning videolaringda, qishloq videolarida ishlatsalaring bo'ladi. Keyingi modimizga ketdik do'stlar. Videoni yoqdim. Endi bu modimiz mashina modi, Red Dead mashina modi. Bundan qilib orqasini ochsa bo'ladi. Keyin buni orqasini yopib qo'ysa bo'ladi bunday qilib. Mana yopildi orqasi. Bunga o'tirib minsa ham bo'ladi. Eshikni ochamiz. Chalib qilamiz, bunday qilamiz. Bunday qilib yuramiz. Mana bitta bu bas, shunaqa qilib yuramiz. Bunaqa mashinalar ham bor, har xil, hattoki BMW ham bor ekan. Oltin go'lik, mana chiroqli go'lik. Chiroqli deyapsizlar, zanglagan oltin jiguli, bunaqa chiroqlisi ham, chiroqsiz go'lik ham bor bitta.
yoqqan edi. Menimcha o'sha chiroqsiz gelik edi. Unga zaylangan Jiguli. Bunaqa chirib ketgan Jigulilar bu. Oddiy oltin Jiguli bo'lmadi. Sal g'alati ko'rinishi mumkin. Red Dartda va boshqacha edi. Lekin men shuna turibdi bilmadim. Bunaqa o'tiramiz. Hamma mashinaning kaliti bitta bo'ladi. Da lekin bu yoqda millioner bo'lib yursalaring millioner hayotini olib da shunaqa qilsalaring ham bo'ladi. Matakamiz uni ham o'rtasini ochsalaring bo'ladi. Balkim kaputini yo'q. Mangelik bor-ku. Mangelik kaputini Mangelikda kaputini olsa bo'ladi. Mana olsa bo'ladi. Boshqa mashinalar olsa bo'lmaydi menimcha. Ular shunaqa mod obzorimiz tugadi do'stlar. Sizlar bilan mamnun bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha mana boshqa mod qolmadi do'stlar. Bu men videolarimni ishlab tekkan modlardan biri. Mana hamma modda bitta derevnaga qo'ydim. Da menga eng mashu hamma yoqqani kompyuter bo'ldi. Bo'ldi. Videomiz tugadi